Tilla olasizlarmi aka? Davomimiz aka. Mana shu tillalar bor edi aka, hisoblab bersangiz. Hop, turlicha aka tillaringizni, hop, sipochka bilan rastet ekanda. Shunaqa O'tirib aka, bemalol. Yo'q aka, odam xijolat bo'lib o'tirgisi ham kelmayapti o'zi. Yo'q, ne hisoblab berasiz aka, bemalol o'tirib oling. Hisoblab beramiz. O'tirsangiz ham, tursangiz ham baribir hisoblaymiz aka. Hop. Ne aka, nastroyeningiz tinchlikmi? Aka o'zi boshimga ish tushib qolib, qarzga kirib qoluvdim-da ozgina. Hamma yaqinlarimga telefon qildim, bittasi ham telefonni ko'tarmadi. Qancha og'aynim bor edi, qancha akalarim, ukalarim bor edi aka. Hech kim yordam bermadi-da. Mana shu onam buvimdan qolgan tilla edi o'zi bu. Onamga o'tganiga, onam berdilar, men mana shu ishingni bitirib olgandim. O'zi sotish niyatim yo'q edi, aka o'zingiz qimmatroq hisoblab bersangiz. Onam o'zi sizni Instagramdan ko'rar ekanlar. Mana shu bolaga olib borsang qimmat hisoblab beradi. Xudo xolisi qimmatroq hisoblab beramiz. Menda ham xuddi hozir aytib berasiz, o'zimda ham xuddi shunaqa situatsiya bo'lganda, aka, menda ham xuddi shunaqa holat bo'lib, mana shu telefonning ichida aka 750 ta, 8 ta kontakt bor-da. Qarzga kirib qolganimda mana xuddi sizga o'xshab problemalar bo'lganda, telefon qilganman, bittasi ko'tarmagan aka. Kerak bo'lsa bahonalar qilishgan. Hozir situatsiyani tushunib turibman-da, menda ham bo'lgani uchun sizga aytib beraman. Siqilmang aka, o'tib ketadi. Shunaqa ekanda endi aka. Siz uchun ota-onadan boshqa hech kim turib bermaydi aka. Kerak bo'lsa aka ham turib bermaydi. Jigarlaringiz bo'lib turman. Sizga ota-onadan boshqa hech kimga kerak emas aka. Mana shuni ham onaxon o'zlari berib Shunaqa aka. So'raganim ham yo'q-da aka men. Shunaqa situatsiya bo'lganda, lekin yaqinlarim, akalarim bo'lganda, ko'chada bo'ladi, baribir telefon qilganman aka, bittasi tanga bermaganda, lekin Allohga shukr, hozir vaziyatim zo'r-da, Allohga shukr. Sizda ham zo'r bo'lib ketadi aka, xudo xolasa. Ko'proqmida qarzingiz aka, tilla yo'q. Bir 2000 dollarcha kerak edi. Kalasini sotasizmi aka? Sotaman. Xudo xolasa aka, bundan zo'rlarini qilib berasiz onaxonga aka. Hop, qani 3388 ekan aka. Men sizga tekis 1 million 100 dan qilib beraman. Probasi 283 ekan aka. Hop, 37 million 268 ming bo'ldi aka. Tekis sizga 37,5 million qilib beraman aka. Vaziyatingiz uchun. Aka, rahmat lekin begona bo'lib turib shuncha 200 mingga ham yaqinlarim yordam bermadi. Aka, siz begona bo'lib turib yordam beryapsiz. Foydan kelsa xursandman. Erkakchilikda bo'lib turadi aka. Xudo xolasa undan ham zo'r bo'ladi. Bo'ldi aka. 37,5 millionga barakami aka? Bo'ldi, baraka aka. Hisoblab bersangiz. Xo'p, qarang aka, mana 10 pullarni sanalgan, bemalol sanab olasiz. 20 aka bo'ldi. Xo'p, mana 30, 35, yana 2,5 million berishim. Mana aka, bu 2,5 million o'pishib kelishilganda 37. Bo'ldi aka, rahmat sizga ishondim aka. Aka, siqilmang, hammasi o'tib ketadi. Xo'p, rahmat.